14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan jajji askarlarimiz uchun kichkina aksiya e'lon qilamiz. Ko'rib turgan shu treyler oldin 240 ming sotilgan bolajonlarimizning bayrami uchun 180 mingga xarid qilsalar bo'ladi. Vertolyotlari bor, qaranglar. Bitta bosamiz, o'zini muzikalari bor ekan. Oppa, mana chiroqlari yonadi va o'zini bu yoqda tanki bor ekan. Qaranglar va mashinamizning eshiklari ochiladi va yopilar ekan. Va o'zini ham mana bunaqa knopkani bossanglar, muzika chalib, chiroqlari yonar ekan va o'zini mana bunaqa alohida haydasanglar ham bo'lar ekan. Qaranglar. Ballonlar motorli bo'ladi. Bundan 3 xilini olib qo'yganmiz. Xohlasanglar mana bunaqa varianti, xohlasanglar mana bunaqa space mashinali varianti bor. Kimga qiziq bo'lsa, tez murojaat qilinglar. Sonlar juda ham kam. Ulgurib qolinglar. Aksiyamiz 16-yanvargacha amal qiladi.